Shu bolalarimni to'yini ko'rsaolmayman. Mana O'rtoqlar jigarlari 5% ishlayapti. Shu 10 kuncha srok sanganidan katta summa so'rayotgani yo'q shunga. O'zingizni uyingiz yo'q, to'g'rimi? O'zimni yo'q. Bu arenda uy. Kvartirada turamiz. 4 ta farzandingiz bor. shunga srochni borib operatsiya qildirishim kerak. Kechalari uxlamayman. Uyimdan tashqariga chiqaman, primoy bo'lib qolganman. O'sha hamma analizni ham baland chiqib yotibdi. Mana muqatta qilib yotaverib, o'g'lim bo'lib turib eshitsa qilolmayman. Qiynalib ketdim. Yomon odam o'zidan o'tadi, o'zi biladi. Shunaqa kasal bo'lgan odamni tushunadi. Keyin juda ham qiynalib ketdilar. O'zingizlar ko'rib turibsizlar, qornilari juda ham ishgan, oyoqlari ishgan. Kelinglar, shu kenayim uchun yordam beraylik. Vaqtimiz kam qolgan. Shu 1-2 kun ichida tezroq bilan olib chiqishimiz kerak. Yordam beraylik. To'ydim tashvishlardan, g'iybat mishmishlardan, yuring aylanamiz, olib beray zo'r mollardan. To'ydim yolg'onlardan, soxta insonlardan. Ikkinchi perezatkalik uchun 35-40 ming dollar berishdi. Iltimos yordam beringlar opam uchun. Opam yashashlarida xohlayman. Donor ham topildi. Endi faqat shu operatsiya uchun mablag' kerak. Men bilamanki, ushbu videomizni kimdir dam olishda, kimdir chet elda, kimdir bayramda o'tirib hozir ko'rishmoqda. Kimda qancha imkoniyat bo'lsa, 5000 so'm bo'ladi, 1000 so'm bo'ladi, 10000 so'm bo'ladimi? Xudo xolasa sizlar bilan bu ehsonimizni ham inshaalloh oxirigacha yetkazamiz. Hindistonga olib borib, qaytib kelganlarni ham hammasini videoda ko'rsatib boramiz. 20 yildan beri ijara turishadi. Shu paytgacha umuman uyligisi bo'lmagan. Bu ham bir Alloh sinovida. Ketma-ketlikda operatsiyalar, ketma-ket mana shunaqa kasalchilik Shohid opamni to'g'risi charchatib qo'ygan. Azizlar, bular qilinayotgan videolar hammasi sizning qalbingizga yetib borish uchun. Bilaman, hech bo'lmasa 5000 so'm, 10000 so'm bo'lsa ham ehson qilishga qurbingiz yetadi. Sizlardan o'tirim so'rayman azizlar. Ushbu videomizga zudlik bilan like bosing, tanishlaringizga jo'nating, repost qiling. Sababi zudlik bilan o'sha boy sahilarimizga, homiylarimizga yetib borsin. Xudo xolasa opamizga Allohim shifo bersin. Tezlik bilan Xudo xolasa biz ularni Hindistonga olib boramiz. Siz bilan birgalikda. To'ydim tashvishlardan, ay shu ish. Shu bolalarimni to'yini ko'rsaolmayman. Mana O'rtoqlar jigarlari 5% ishlayapti. Shu 10 kuncha srok sanganidan katta summa so'rayotgani yo'q shunga. O'zingizni uyingiz yo'q, to'g'rimi? O'zimni yo'q. Bu arenda uy. Kvartirada turamiz. 4 ta farzandingiz bor. shunga srochni borib operatsiya qildirishim kerak. Kechalari uxlamayman. Uyimdan tashqariga chiqaman, primoy bo'lib qolganman. O'sha hamma analizni ham baland chiqib yotibdi. Mana muqatta qilib yotaverib, o'g'lim bo'lib turib eshitsa qilolmayman. Qiynalib ketdim. Yomon odam o'zidan o'tadi, o'zi biladi. Shunaqa kasal bo'lgan odamni tushunadi. Shu bolalarimni to'yini ko'rsaolmayman. Mana O'rtoqlar jigarlari 5% ishlayapti. Shu 10 kuncha srok sanganidan katta summa so'rayotgani yo'q shunga. O'zingizni uyingiz yo'q, to'g'rimi? O'zimni yo'q. Bu arenda uy. Kvartirada turamiz. 4 ta farzandingiz bor. shunga srochni borib operatsiya qildirishim kerak. Kechalari uxlamayman. Uyimdan tashqariga chiqaman, primoy bo'lib qolganman. O'sha hamma analizni ham baland chiqib yotibdi. Mana muqatta qilib yotaverib, o'g'lim bo'lib turib eshitsa qilolmayman.